Uyg'ur yozuvchisi Mamtimin Ho'shurning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Qumbosqon shahar nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'rida anlatildi. 13-bob. O'g'ri kechida keladi. Shoh o'rda o'lmalarini qo'g'lab chiqarib, vazirlar bilan sarkardalarni elib qoldi. Mana men bugun atigan Beg'amda shahridan ajoyib bir maxfiy xabarni oldim. Shaharning fuqarolari o'ziga boshqa podshoh belgilab olishibdi-da. Ularning podshohi bir bovoqmish. Biz onunla chidab tura oldik, ha? Salla Beg'amda shahrini onli burun bizning ilkimizga o'tdi deyishmaganmiding? Shoh oldidagi sarkardalarga ko'z yugurdi. Ular tinishqimi jur'at qilolmay sukutda turardi. Sen eng kichik shahzodaning kallasini akelganda ishni chala qilgansan, deb qo'lni shiltidi. Shoh yosh bir sarkardaga qaradi. Sarkarda o'rnidan dast turdi-da, paloqqida qilib shohning oyog'iga o'zini tashladi. Sen akelgan kalla zodi shahzodaning kallasimi yoki boshqa bir buvoqningmi? Beg'amda shahrida podshoh bo'lgan zodi naning buvoqi? Quyoshning uni qudrat shohim, deb beshini ko'tardi yosh sarkarda. Uning chiroyli burutlari bir tarafga qiysilib, qo'rqindan chiroyi birdamdala satlashib ketgan edi. Janoblarni oldash haddim emas. Shu chog'da biz akagan kolladagi shahzodalik munchiqib tikilgan po'shmini o'z ko'zlari bilan ko'rganlari aslarda bo'lsa kerak. Shahzoda bilan uning enik onasini bilib bo'lish kerak edi-ku. Shundaq biz qochib ketayotgan shahzodaga yetib borganimizda uni enik onasi ko'tarib ketayotgan ekan. Bu gunohkor xotin shahzodani oldimizga tashlab berib, o'zi shundaq ittik yugurib qochdiki, shamoldek uchib ketdi. Biz mu hayron bo'lishib qarab qoldik. O chog'da biz o'rdaga shahzodaning kallasini tezroq yetkazib, janoblarni burunroq xotirjam qilishni o'ylabdimiz. Besh kesilgan shahzodaga enik onaning nima lozimi deb kam aqlli qilibdimiz. Agar u shahzodaning o'zi bo'lsa, uning bo'ynidagi tomar qani. Nemishqa men shu kungacha u tomarni topolmay yurman. Tomar deb atrofiga aloqazodlik bilan qaradi yosh sarkarda. Atrofda turganlar uningga zaharxandalik bilan kulib qarab turardi. Ularning nazarda shahzodaning kallasini akilish bilanla mansibi o'sib, sarkardalar qatoriga o'tib qolgan bu so'yma yaqindan beri to'lim ko'ranglab ketgan edi. Tomar to'g'risida bizga hech kim eskatmagan edi. Biz senlarga hamma ishni ushoq tushishigacha eskartib o'ltirmizmi? Sen men aytgan gaplardan texi aytmagan ma'nolarni tushunishing kerak edi-ku. Jannat! Men bilan so'z talashgan bu harom tomoqning zuoniga qiziq yoqdi. Ishik oldida bo'ttiq ketib turgan ikki jallod darhol harakatga keldi-da. Sarkardani darqirtni so'rab, o'rda ichidagi doim puruqlab may qaynab turadigan qozonlar esilgan adablashxonasiga elib mandi. Aslida yosh sarkardining shohna bir tilla vog'isi. Uning yuziga tükürgüsü bor edi. Lekin shohning rahimi kelib qolarmikin degan umidda yana yalvorib, "Menga o'g'il bo'ldi. O'g'il bo'ldi shohim. Dunyodagi eng rahimdil, adolatlik shoh" deb yilinganicha egisiga sodiq itdek so'rilib chiqib ketdi. Yosh sarkardining yurakni ezadigan echinishlik ovozi borg'onsiri yiroqlab o'chdi. Sorunni qilib qolganlar eg'ir sukut, qo'rqinchli kayfiyat ichida unsiz qetib qolishdi. Ofatning yiltizini vaqtida yulib tashlash kerak, dedi shoh qolgan sarkardalar bilan bo'lgan suhbatni davomlashtirib. Bu qatam men Beg'amda shahriga kuchli qo'shin avatmoqchiman. Biz ularni texi o'rdularni qurib,
lashkarlarni tashkillab bo'lmasdilar, yo'q qilayli. Podshohni bu vaqtida ujuqtirayli. Uzoq maslahatlashishdan keyin Beg'amna shahriga bostirib berishning mukammal bir plani tuzib chiqildi. Oradan bir oy o'tgandan keyingi bir kechada to'liq qurollangan minglab lashkarlar shahar darvozasidan jimjitla chiqib yo'lga tushdi. Endilikda lashkar boshliqlariga Beg'amna shahriga boradigan cho'ng kichik yo'llar xilili tonish bo'lib qolgan edi. Beg'amna shahrining fuqarolari bu qitim boshlariga yo'pirilib kelayotgan balo qazodan butunlay bexabar edi. Shoh lashkarlari kunduzi yo'shirinib yetib, kechsa ilgirlaydi. Mundaq bo'lganda cho'lning dahshatlik issiqidan saqlang'ili va yo'lda o'tishib turgan karvonlarning ko'ziga cheliqmay xufiyani olg'a bosqili bo'ladi. Beg'amna shahrida bo'lsa, har kuni o'xshashli qaynoq bozor bo'ladi. Odamlar vangchonglashib, bir-birini qistab, ittirishib, bozorni qizitishadi. Dehqonlar yer terib, etiz ishlari bilan mashg'ul edi. Bog'vallar mevlarni uzib, bozorga oldirishadi. O'stan bo'yidagi maydonda yana har kuni maddohlar jangnomalarni so'zlaydi. Usulchilar parvonadek pirqirab, sozandalar bor vujudi bilan nag'ma qilishadi. Ular o'zlarining 72 nag'ma, 360 ahang, 99 marg'ulni to'liq bilishi bilan faxrlanishadi. Bali podshoh va uning qurilmoqchi bo'lgan o'rda saroylari to'g'risidagi ishlar ularning iyisiga kelib boqmaydi. Qo'shin Beg'amna shahriga yaqin bir yerdagi qilin to'g'riqlik ichida to'xtab, obdan dam olgandan keyin Beg'amna shahriga kechisi besib kirdi. Supurga shu kuni o'g'zida yotgan edi. Yoz kunlari u odatda o'g'zida uxlashni yaxshi ko'radi. Mundaq bo'lganda atrofdan butun tabiatning tiniqi og'inib turadi. Ustida sonsiz yulduzlar jimirlashadi. Salqin shamol yuzini suyib, quloqlarga nimalarnidir shivirlab o'tadi. Bu yerda kishi o'zining shu ulug' tabiatning bir qismi ekanligini cho'nqur his qiladi. Bugun Supurgining uzoqqicha uyqusi kelmadi. U yulduzlarga qarab yotganicha Yantoq oqsoqolni o'ylamoqda edi. Yantoq oqsoqol oq yuzlik, baslik kiygan, oq orlig'an soqol burutlari o'ziga yarashgan, kelishgan odam edi. Oqsoqollik martaba uning oilasida oti bovusdan tortib davom qilib kelayotgan edi. Har qitim Supurga yiroq safarlardan qaytib kelganda Supurgini oqsoqol o'z uyiga mehmonga chaqirib, Supurgining safar ustida ko'rgan bilganlarini qiziqib anglaydi. Supurga yoqi yurtlarda ko'rgan qiziq ishlar, u yerdagi shaharlarning bir-biridan egiz sepillari, sonsiz lashkarlar, hashamatlik saroylarda turayotgan shohlar haqida so'zlaydi va ba'zida qandoq oqsoqol, senmo shaharimizni sepillar ichiga elish kerak. Bu yerda lashkar qo'yib, podshoh turg'izish lozim deb qarmamsa, deb so'raydi. Sening aytganlaring to'g'ri, deydi oqsoqol o'ylanib. Biroq Monchola cho'ng shaharni aylantirib sepil ichiga elish uchun xalqqa qanchalik o'shiqcha hashar selishga to'g'ri kelar. Ularni haqsiz ishlashga kim majbur qila oladi? Shuning uchun oldi bilan podshohni turg'izish lozim, deydi Supurga. Xalqni faqat podshohlar majburlay oladi. Biz podshoh uchun biz oltin toj taxt yasashimiz, o'rda saroylarni serishimiz kerak. Yana uning yuzlagan lashkarlari bo'lmasin bo'lmas. Va qo'ya Supurga, deb kuladi oqsoqol. Xalqqa zulm silib, uncha o'shqi ishlarni qilishning nima hojati? Qara, shahrimizning fuqarolari uningsizmi bir obdan yashayotmandi. Kim biladi? Deb e'tiroz bildiradi Supurga. Kunlarning birida biror kuchli podshoh yoki biror qori niyatning bu loqmog'i ko'zi tushib, nima demoqchi bo'layotganligingni bilyapman, deb uning so'zini bo'ladi oqsoqol. Xudoning zimini kag'ri, hammaga yetib oshidi. Bu cho'lliklarni
bizden kim talışıp deyse? Oqsoqol shundoq sodda fikr qiladi. Nihoyat uzoq bir zamonlarda deb hikoya qilib berdi bir kuni oqsoqol supurgiga. Mushu Beg'amlar shahrining o'rni bir parcha sozliq edi deyishidi. Bu yerda faqat bir necha buloqdan bulduqlab suv chiqib turdi ekan. Buloqlarning atrofi qalin qumush va yekallikka. Ota bo'g'illarimiz shu dash cho'lda Xudoning mo'jizasi bilan bulduqlab turgan buloqning atrofini echib, yer qilib, ochliq tergan, dal daraxtlarni tikib, qum bo'ronlarni to'sigan, dunyoning har tarafi bilan tutishadigan yo'llarni ochgan. Bara-bara bu yerda odamlar ko'payib, shahar bino bo'lgan ekan. Men deyman supurga, mushu qumliqlarda bo'stonliqlarni barpo qilganimizga har kim bizga opirin ayta. Hech kimning biz bilan dushmanlashgisi emas. Kitlarning ansiz qavashlari supurgining xiyolini bo'libdi. Uning ko'ngli bir vahimini sezgandek bo'ldi-da, o'rnidan turdi. Ya Allah! Qo'llarga mash'allarni tutgan sonsiz lashkarlar shahar maydonidan ko'chi-ko'ylog'i tarqalib ketib-o'tadi. Kimlarningdir tom tuvidan do'pirlab o'tgan oyoq tevishi anglandi. Qaysi bir yiroq ko'chadan vongchong ko'tarildi. Supurga bir dilla esiga keldi-da, tutash ketgan o'g'zilar ustida yugurgunicha ovozini qo'yib o'tib, javob xazinasi. "Xaloyiq, uyqularing chula! Beg'amlar shaharni, Beg'am qurolları shaharni dushman bosdi!" Nima bo'lganligini to'liq anqirolmay, darvozasidan uyquliqli yugurib chiqqan har bir kishi dushman lashkarlarining qilichiga duch keldi. Birdamdala butun shaharni dod faryod, qiyoqas cho'qon qopladi. Hamma o'limning o'z beshiga kelganligini tushungan edi. Kimlardir tayoq, to'qmoq, qo'liga chiqqan nemini elib qarshilik ko'rsatdi. Ko'chalarda quchoqlashma jang boshlanib ketdi. Nurg'un mardlar, jigarlik yigitlar yov bilan elishib, qip-qizil qon ichida hayotini oxirlashtirdi. Lashkarlar qaysi bir qo'rilardan tepib chiqqan sho'tilarni baylarning egiz ko'mlash tamlariga qo'yib, yo'qirg'i yamishatdi. Kimlarningdir qo'yilib ketgan uloqlari ko'chalarda tamtarab yuratdi. Supurga o'zining qaysi vaqtda, qanday qilib o'zidan yerga tushib qolganligini bilmaydi. Uning qo'lida o'tkir bir xanjar parqirab turardi. U yelila o'zidan bir lashkarning beshiga tosh g'o'latgan va orqadan o'zi sakrab tushib, uning gajgisiga mushlab turib o'ltirgan va uning yenidagi xanjarni sug'urib olgan edi. U qorong'ida mushtak morilab kelib, temiz qilib ketib borgan lashkarning orqasidan xanjar uratdi. Shu kechidagi qirg'inchilikda shahar xalqining yermi dugidak halak bo'ldi. Hayot qolganlarining ko'pinchisi tun qorong'usidan foydalanib, shahar sirtidagi to'g'riqliq jangollarga qochib ketdi. Dushmanmo tayoq to'qmoq ostida nurg'un lashkarlardan ayrilgan edi. Tirik qolganlarning bosh ko'zi yerilgan bo'lib, sog' qolganlari oz edi. Tong yurishi bilan shahar ichida dahshatlik bulang-talang boshlandi. Savdo do'konlarining eshigi chaqilib, tovar durdun, o'lchi marvoyitlar yerga chechildi. Qaysi bir cho'ng savdogarning omborlari lovuldigan o't ichida ko'ymoqda edi. Lashkarlar hamma yerga bosh tiqib, akitishga bo'ldigan oltin, kumush, qimmatlik buyumlarni qidiratdi va har bir kirgan yerdan boqqa o'g'irlikka tushgan bolalardek qo'yun yonchuqlarini to'mpaytib, yejoyg'inicha erg'anglab orolni mengib chiqishatdi. Ularning ba'zilari egisiz qolgan ho'ylilardan tutib olgan ot o'loq, mo'zay to'poqlarni yetlib olgan bo'lib, uning ustiga qimmat baholiq gilam, ikki ko'zi liq mol bilan to'lgan xurjillarni ortib olgan edi. Shu turqida ular tutib olgan qimorvoz yoki bir egisiz qolgan omborga tushgan o'g'irlarning o'ziga o'xshaydi. Lashkar boshliqlari tinchlantirish farmoni tushirmoqchi bo'lib, omon qolgan aholini bir yerga yig'ishni buyurdi. Ular xalqqa Beg'amlar shahrining Quyoshdan ulug' shohning hukmronligiga o'tganligini, fuqarolarning o'z hukmroniga bosh egib,
yavaş yumshoqlik bilan o'z tirikchiligini qilsa bo'ldiganligini jakarlamoqchi edi. Lashkarlar shahar maydoniga atrofdan ozli odamni yig'ib akiladi. Ularning ko'pinchisi ballar bilan bo'lib qechishga amalsiz qolgan ayollar va jang kechisi shahar sirtidagi bog'larda nag'ma navo chekarmanchilik bilan bo'lib shaharda nima ish bo'lganligidan xabarsiz qolgan odamlar edi. Bu qitimqi bostirishga bosh bo'lgan eng cho'ng sarkarda maydonda qo'lini orqasiga qilib o'zining go'shini o'zi yegidak bo'lib uyoq bu yoqqa menib yuradi. U shaharni qo'lga kirgizgan bo'lsa-mu, bu yerda na shoh o'rdisi, na bovoq podshoh deganni izlab topolmagan edi. U etilib kelib odamlarning qonini siqib varqiraydi. "Ey! Sen zade o'zining podshohingni tuymamsan? Bizda özelden podshoh degan bu baxmagan. Sen ahmoqlar saylagan, heliqi bovoq podshohchi. U shunta qani?" Uning savoliga hech kim javob berolmadi. Shuning bilan lashkarlar xotinlarning qo'lidagi bolalarni bir-birlab tortib olib, kallasini olg'ili turdi. Narsidlarning echinishlik chirqirashlari, onalarning faryodi palakka ko'tarilmoqda edi. Qilish ostida turgan xalq amalsizlikdan titraydi. Anglayotganlar Belik To'rdan anlatılayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 14-bob. Qisas. Supurga bir amallab orqa yo'llar bilan shahardan qochib chiqib olgan edi. Shu topda u eshikini hadab teqimdab, ochiqida uningga nimalardandir deb vaqirab ittik ketib boradi. "Sallanite, kecha meni qanchalik avorchiliklarga solganingni bilamsa?" deb vaqiraydi u eshigiga. "Shaharda qirg'inchilik bo'lmasin-u, sen aqlsiz, tezak burab, ig'ilni qotirib turganlaringni yo'qlab yur. Beg'amlar shahrining eshigi bo'lgandan keyin, hech bo'lmaganda bir ikki dushmanning bo'lsimi tishlab, tepib, yiqitishim kerak-da. Men seni izlab tepib olguncha qancha lashkarlar bilan bo'g'ishdim. Qanchasidan dumbayab, jinimdan ayrilg'ili tasliq qoldim. Sen haromzada, haqiqatan men o'lsam, ondan xohlagancha qiyg'itidan bo'ldim deb xush bo'lgandingmi deymi? U chaqda lashkarlar seni tutib olib, bo'lib olgan o'lginlarni bo'lishig'ich ustingga otib, Tıqı üstüge özlerimi minişi velip, bellerini okuyanın yaydak ilgiletken bolattı. Huk kotu. Kılga yaxşılıklarımını unutup, beşimgi gün düşkende, sen beni düşmanlarga yalgız taşlap koydun. Şu tapta bütün bedenim sırqırıp ağırıp duruptu. Esingde bolsun, şu kılgallarım üçün, endi menzilge yetmegiçe üstünden düşmeyme. To'xta, sen qayoq qarab ketyapsan? O'tgan yil borgan qo'g'inliqni o'zing shapaq yegan yerni ajab unutmaydi ekansan, ha? Qo'toqti. Beshingni mana tarafga quyoshdan ulug' deb atalgan heliqi qonxo'r shahning poytaxtiga qarab ko'ra. Biz ana shu baloyi battarni tug'dirg'uchilarning ulusi bo'lgan So'rintalat shaharga yana bir berib, oldingi yili shahlashganlar bog'lab aketgan Yantoq oqsoqolni izlaymiz. Vayron bo'lgan yurtimizni qayta dast turg'izish uchun elning yarimliq bir beshi bo'lish kerak-da. Elga bosh bo'lmoq haqiqatan tas o'xshaydi. Qara, biz bir buvoqni shohlikqa ko'rsatib edik. Dushmanlar ustimizga bostirib kelib, yuzlagan Narsidning kallasini elib tashladi. Bu palak qondiqsiga cho'rgilib turdi. Ajab, biz o'zimizga podshoh ko'rsasak bo'lmag'dekmi? Yanıla Yantoq oqsoqolni izdiginimiz durustda qilajmi? U o'z shahrining beg'am fuqarolarining mijozini obdan biladi. Uning beshidan ko'p ishlar o'tdi. Endi qaytib kelsa, shaharning atrofini egiz sepillar bilan qo'rshisa, haqiqiy podshoh bo'la oladigan kishini balkim u o'zi ko'rsatib berar. Kim biladi? Jallodlar balkim uning kallasini elib, sepil ustidagi yog'ochlarga sanjib qo'ygandi. Qadimini aymay bas ishkim. Kechikishning o'zi fursatni qo'ldan berish bilan barobar. Hech bo'lmaganda
biz yantoq oqsoqolning balonlarini bo'lsimi uchirtamiz. Lashkarlarning ko'ziga cheliqib qolmasligi uchun supurga eshikini eng maxfiy va xoli yo'llar bilan elib mang'atdi. Go'yo supurgiga yurti vayronchilikka uchirgan oshu bir kechida birdinlik qiyirliq yetgandek beli mukchiyib, peshonasidagi qo'riqlar texmi cho'nqirlashib ketgan edi. U eshigiga qarab to'xtamay so'zlaydi. "Tova!" deydi u qo'ynidan qora munguz sopliq xanjarni elib, u yoq bu yoqqa o'rib qarab. "Bu xanjar mening qo'limga qachon, qanday qilib tushib qolgandi? Bilamsan, sen orqonni uzib qechib, tuqqanlaringni izlab yurgan cheg'ingda, men mushu xanjar bilan qancha lashkarning qornini yerib tashladim. Yo'q, men balkim hech kimni o'ltirmagandimi? Yurtimda hech qanday vayronchilik bo'lmagandi. Choyxonalarning o'choqlarida yana chaynaklar g'araqchib qaynayotgandi. Shahar maydonida yana savdogarlar bozorni beshiga kiyib, vongchun qilishayotgandi. Emsa, biz nimishqa bu cho'lda tamtirab yurimiz? Sen meni qayoqqa ketyapsan?" Supurga qancha kun yo'l mang'inni, qancha o'tanglarda tunab o'tganligini bilmay qoldi. Eshga uni oxir Quyoshdan Ulug'shohning poytaxtiga omon eson yetkazib keldi. Shahar darvozasida turgan lashkarlarga bu qitim supurga obdan haq to'ladi. Shahar sepili texmi egizlab, shoh saroyi, o'rdu bog'lari necha hassi kengayib, ilgirkidimmo hashamatlik tusga kirgan edi. Jahondagi hamma qon isharlarning tabiiy shu. U boshqalarni vayron qilish, ziyon selish badaliga o'zini bezaydi. Supurga shaharning orqa ko'chalariga o'tdi. U tor ko'chalarning birida ketib o'tib, oqsab kelayotgan bir bovayni to'xtatdi. "Tog'a, sendan bir ishni so'rab beqishni ko'nglim tatib qoldi." "So'rayini", dedi bovay. "Bir qancha yilning oldida men mush yerda Tomteshar laqamli bir kishi bilan tanishib qolgan edim. Uning hozir nerede turdiganligini bilamsan?" "Ey bola, önünü o'chir", dedi bovay atrofiga qo'rqimsirab qarab. "Sen o'zing nereden kelgan odamsan?" Men yiroq cho'lakdan keldim. Uni bir yo'qlab qo'yay degan ko'nglim bor edi." Bovay supurgining eshigi yeniga yiqilib kelib, putining uchida ko'tarilib, supurgining qulqiga pichirladi. "Atrofda shohning josuslari chevinding ko'p. Tomteshar yo'shirinib yuradi. Uning nomini tilga olsang, baloga qolsa." "Amsa, men uning bilan qanday ko'rishaman?" "Mushu yo'l bilan mansang, keng bir etizga chiqsa, etiz yo'llari bilan zerikmay mansang, oldingi yo'g'on bir tup qor yog'och uchraydi. Qor yog'och tuvida bir eski kapi ko'rinib turadi. Shu yerga berib, kapidagi soqolli kishidan so'ra. U xolisa Tomtesharning qayerdaligini san aytib beradi. Xolimiz aytmaydi. O chog'da sen Tomtesharni izlamayli qo'y." Supurga bovay aytgan kapini izlab topdi. Bu yerda peshin bilan namozdigar oralig'idagi jimjitlik hukm suratdi. Etizlikning kapi turgan tarafida bir eriq suv eqib turardi. Atrof quyosh taftida o'tdek qizib ketgan bo'lsa-mu, eriq bo'yida o'sib turgan yo'g'on qor yog'ochning soyisi salqin edi. Baraqsan qor yog'och shoxlarida qog'larning changillari esilib turardi. Supurga eshikini shu salqinga tortib to'xtatdi. Kapining eshigini ittardi. Eshik echinishlik g'ichildab echilishi bilan supurgining burniga o'tkir bir xushpuroq urildi. Kapi ichi qorong'u edi. "Nima odamsan?" dedi qorong'ulikdan biri. Men Jahonkazli supurgiman", dedi supurgi. Uning ko'zi qorong'ulikqa ko'nikdi-da, kapining bulung'ida titilib ketgan eski ko'rpining ustida chelim tortib yotgan soqolliq bir odamni ko'rdi. Kimni izlaysan?
o'zing qayoqdan kelding? Men cho'l odamiman. Tomtesharni izlayman. Tomtesharni? Oningda nima ishing bor edi? Bir chog'da men lashkarlarga haq to'lab, uning hayotini qutuldirib qolgan edim. U menga rahmat etib, xizmatingga lozim bo'lsa meni izla degan edi. Esimda. deb midirlab ketdi soqolliq odam. Shu chog'da sen mening jinimni bir tilla bilan qutuldirib qolmoqchi bo'lgan eding. Ular sendan 2 tilla so'rashdi. Men hayronman. Sen bir tillani yerga tashlab eding. U 2 tilla bo'lib 2 tarafga do'malab ketdi. Men seni sehrgar bo'lsa kerak deb o'ylab qolgan edim. Supurga kulib ketdi. Oldib turgan odamning tomteshari ekanligini to'nidi. Seni Tangrining o'zi qutuldirib qoldi, dedi u. Shu chog'da bir tillaning yerga tushib 2 bo'lib qolganida hozirgacha o'zimni hayronman. Va shundaqmi? Karomatlik olamda bu, dedi tomteshar qo'lidagi chilimni yerga qo'yib. Xo'sh, nima xizmating bor? Et, men sana qarzdor. Beg'amlar shahri mening yurtim, dedi supurga. Shahrimizning oqsoqili Yontoq 3 o'g'li bilan mana shu poytaxtda qamoqliq turibdi. Xabarim bor, dedi tomtesha. Shundaqmi? U hozir qayerda? Mushu shaharda Qog'iliq bog' deyiladigan bir vayrona bog' bor. Uning tomlari bakmi egiz. Atrofini lashkarlar qo'g'daydi. Oqsoqol ana shu bog'i ichida nazarbandda. Ana shu kishiga Beg'amlar shahrining solimini yetkazib, mana bu xaltini berib qo'ysang, Beg'amlar shahrini Quyoshdan ulug' shohning lashkarlari vayron qildi. Shahar xalqi hozir bir boshlamchiga muhtoj. U bir ilojini qilib qochsin. Uningga yordam qilgin. Supurga tomtesharning qo'liga bir teri xaltini tutqizdi. O'yaning tomlari bakmi egiz. Muhofizati qattiq, dedi tomteshar xaltini qo'liga olib. Sen har qanday tomlardan xalqib o'talaysan, dedi supurga uningga madad berib. Ay, qayerdan? dedi tomteshar beshini lang'ishtib. Shaharni jasuslar qoplab ketdi. Shoh meni tutib olsa, teramni ta'tir so'yib, kallamni sepilning eng egiz yeriga esib qo'ymoqchi. Mana moshunda g'alit soqol qo'yib, uning bo'sig'isi yanida yo'shirinib yuribdiman. Yosh vaqtlarimda qaltis chaddas edim. Naq shohning topini ostidan oltin kumushlarni shaytondek to'ydirmay chiqib ketadi. Hozir ichim pushidi. Mana shu la'nati narsani chekib, ozroq orom olaman. Xiyolimda shoh o'rdalariga vahima solgan ajoyib chog'larimni eslayman. Xotirjam bo'l. Omonatingni oqsoqolga cho'qim yetkazman. Rahmat sana, dedi supurga. Tomteshar supurgini kapi oldiga uzatib chiqdi. Xo'sh, o'zing endi nega bormoqchi? deb so'radi u supurgidan. Supurga. Shoh o'rdisiga, dedi-da eshikni xitlab, beqindab ittik yurib ketdi. Eshikning tuyoqlaridan ko'tarilgan qo'yuq chang tinjiq etiz yo'lida uzoqcha esilib qoldi. Supurga tomtesharning yenidan chiqib, to'p-to'g'ri Qalandarlar shohi tarafga qarab yo'l oldi. Qalandarlar mahallasiga yetib borganda u hayron bo'ldi. Bu yerda o'z vaqtida uning atrofiga chivindak o'lishib, uni eshakdan tortib tushirib bo'lib, qipyalang'och qilib qo'ymoqchi bo'lgan qalandarlarning birarimi ko'rinmaydi. Qiyshiq uylar, latı-putla dövlangan ho'ylalar tashlanib, texmi xaroblashgan bo'lib, xurg'on yog'ochlarda osh qolgan qog'i qo'zg'onlar qanotlarini yeyib o'tirishadi. Tor ko'chalarda qo'rsoqlari beqiniga choplashib ketgan lolma itlar qatorab yuradi.
Voy, bu yerda nemish bo'ldi? deydi supurga o'z-o'ziga. Qalandarlar beshig'a biror ofat yog'dimi yoki ular mahallasini boshqa bir joyga ko'chirdimi? Supurga qalandarlar shohi turadigan eski uyning oldiga kelib, eshigidan xazinasi. Kishaklari ajrab, yiqilay deb qolgan eshikdan yengishib kirdi. Qalandarlar shohi ilgirkidaglar qaridab ketgan bo'ri ustida yukinib o'tiradi. U o'ruqlab, qo'ruq ustixonga aylanib qolgan edi. Uning atrofida gejildishib turadigan chevillar qop-qora bo'lib, tomlarga qo'nib olgan bo'lib, uchishqimi madori qolmagan edi. Tom turistlardagi o'michik to'rlari sangilab, qalandarlar shohining beshig'i yetay deb qolgan edi. "Nima odamsan?" dedi qalandarlar shohi. "Esondimikan? Men oldingi yili seni ziyorat qilib kelgan yaqin yurtning qalandariman. Sen shu chaqda qalandarchilik to'g'risidagi ajoyib fikrlaring bilan menga qattiq ta'sir qilgan eding. Sizlarning bu yerda nemish bo'ldi? Sening qalandarlaring qani?" "Sen oldingmi? Yiroqda Beg'amlar shahri deb bir shahar bormish. U yerning odamlari nihoyat to'q, beg'am yashaydi ekan. Shohning lashkarlari ana shu shaharni qo'lga olibdi. Shaharning maydonlarida oltin kumushligining tog'dek do'linib yetibdimish. Har kim berib, qo'yinlarni xohlagancha to'shqizib olsa bo'laveramish." Bu gapni anglab, qalandarlar o tarafga saldak oqdi. "Men sana aytsam, boylikning o'zi bir izzat-ku. Mana men umrimda 27 xotin olgan. Shu xotinlardan bo'lgan 100 dan o'shiq bolalarim bor edi. Hammasi ketdi. Bu yerda men o'zim yolg'iz qoldim. Shoh deganning irodasi shundoq bo'lish kerak-da. Men mushu bo'g'ri ustida o'ltirib, o'limni kutyapman. Xo'sh, sen bu yoqqa nima deb kelding?" Sana hojitim tushib, dedi supurga. "Xudoga shukr", dedi qalandarlar shohi. "Men tehi endi odamlarning izidan butunlay ko'tarilib ketsam kerak deb o'ylab ekanman. Sening bo'lsimi hojiting tushibdi. Qani, so'zla." "Sen dunyodagi barliq qalandarlarning hurmatiga sazovor qalandarlar shohisan. Seni yiroqlardan yot yetib kelgan menga o'xshash musofir qalandarning talabini yerda qo'ymas deb o'ylayman. Menga heliqi shohning o'rtasiga erkin kirib chiqishga bo'ladigan mustaqtoni bir kunlik, yo'q, faqat 1 soatlikla oriyat berib tursan. Sen uni nima qilasan? Shohdan yo'g'onaroq amal talab qilmoqchimi? Yo'q. Yoki sen o'rdining ichiga kirib bir tilamchilik qilib, biraqlib beyib ketay deb atamsa. Shundoq o'ylayotgan bo'lsang, neytingdin ya? U yerdagi odamlar erishni biladi-ku, berishni bilmaydi. Yo'q, mening shohning o'ziga aytadigan bir egizli gapim bor edi. Ajal bo'sug'amga kelib qoldi. Menga endi bu misputukning lozimi yo'q. Kerak bo'lsa, sen uni bir kunlik, 1 soatlik emas, manguga berib etay. Va, ola. Qalandarlar shohi mis taxtini bo'ynidan elib, supurgining oldiga tashladi. Supurga bir saroyga tushib, obdan hordiqini elib, atisi atiganda eshikini mol bozoriga elib bordi. U yerda bir kambag'al kishini chatga tortib, eshakni arziniga sotdi. U eshakni yeliqi yamoq chapan dehqonga bekor qilib berib etmoqchi edi. Lekin uning boshqa bir gumonlarga kelib qolmasligini o'ylab, uningdan ozroq pul elib, sanab qo'yniga soldi. Odatda u eshikni sotganda hargizmi cho'lvorini qo'shib berib etmaydi. Bu qatam u eshakni cho'lvor ustidagi ushtiqi bilan qo'shib berib etdi. "Ay vafodor jonivor", dedi u eshikining beshini silab. "Endi sen meni izlab yurguchi bo'lma. Qamsa, shu topda egan to'p-to'g'ri o'rdiga shoh bilan ko'rishishga boradi. Balki bugun men shu yerda u dunyoga safar qilaman. U dunyoda bo'lsa, eshakningmi,
eğer to'qimningmi keragi yo'q. Süpürge mal bozoridan orqasiga qaramay qaytib chiqib, chaponlarini qiqishtirib, Udul shoh ordisiga qarab mandi. Orduga borgan daraxtlik kang yo'lda amaldorlarni akitayotgan yosidoq mapini. Ig'ir qurollarni sharaqshitib, oyoq bo'yoqqa o'tishib turayotgan lashkarlarning hammasi uning nazarida yo'q edi. U go'yo havoda laylab ketib borgandek xiyoliy bir tuyg'u ichida olg'a ilgirlaydi. Süpürgening ruhi ömürde mondoq ko'tarangi bo'lib boqmagan edi. Shu topda u go'yo shoh bilan suhbatlashmoqchi bo'lib ketib borgan elchidek, g'albi tug'ini topshirib olishga mang'in qo'mondondek mag'rur ketib borardi. Yaratgan egan, bugun o'zing menga bir madad qilgin, deb pichirlaydi u o'z-o'ziga. Men ojizlarning intiqomini olish uchun xatarga tavakkul qildim. Sen bo'lsang, ojizlarning qo'llig'ichisan. U dunyoga borganda hamma odam o'zining yaxshi yomon qilmishidan sana hisob beradi. Haddidan oshqanlarni sen yana bu dunyoning o'zidimi adablab qo'ya olaysan. Orduning hayvatlik darvozasi ko'rindi. U yerda jesakchilar tayoqdek qetib turishadi. Süpürge tamtirmay xuddi orduga doim kirib chiqib turadigan xizmatchilardek mengib birinchi, ikkinchi jesakchilardan o'tib ketdi. Darvoz bilan choparmanlarning beg'amda shahardan akelgan g'albi xabarini bir-biriga yetkazish bilan mashg'ul edi. Ordu ichidan shu munosabat bilan shoh lashkarlariga 2 oylik choy puli qo'shib bergilak. Barliq amaldorlarning amalini bir daraja o'stiramish degan gaplar qolgan edi. Süpürge 3-chi jesakchilarning oldidan o'tganda uni lashkarlar varqirab to'xtatdi. "Hoy! Sen nimada? Jeningni to'ydingmi? Nemishqa usibli o'tib ketyapsan?" "Men ordu amaldori bilan ko'rishmoqchiman", dedi Süpürge mis putukni ko'rsatib turib. "Nemishing bor? Ishimni sana yetishib bo'lmaydi." Lashkarlar Süpürgeni bir amaldorning oldiga kirdi. "Men podshohning o'zi bilan ko'rishaman", dedi Süpürge heliqi amaldorga. Lashkarlar hayron bo'lib bir-biriga qarashdi. Amaldor gumon nazar bilan Süpürgening beshidan oyog'igacha ko'z tashladi. "Nemishing bor edi?" deb so'radi. "Sana yetishib bo'lmaydi. Shoh bilan uchrashishimni kechiktirsang, o'zing beshingdan ayrilsan. Darhol shohga ma'lum qil", deb eshak sirtgan pulni asta amaldorning yonchiqiga sho'ng'itdi Süpürge. Amaldor oldirib bu ishni ordu ichiga ma'lum qildi. U yerdan yana bir amaldor shopashlab chiqib keldi. "Sen kimsan?" deb so'radi Süpürgedan. "Men Jahongezli Süpürge bo'laman", dedi Süpürge. "Yiroq bir cho'llikdan keldim. Shohning o'ziga topshiradigan muhim bir omonat bor. Bir tumarkan desanglar, Quyoshdan ulug' shoh o'zi tushundi." Shohga xabar yetkazildi. Tumar degan gapni anglab, podshoh o'ylanib qoldi. Uning otasi Quyosh shohi vafot bo'lish oldida bir tumar putgan va bolalarini oldiga yig'ib, "Men o'lgandan keyin shohlik taxtini tolishib, ozorlashmanglar. Men mushu tumarni kimning bo'yniga esib qo'yib, olamdan o'tsam, shohlik o'rnim shuningga taalluq bo'ladi", deb vasiyat qilgan edi. Quyoshdan ulug' shoh dadisi o'lgandan keyin barliq taxt varislarini ko'zdan yo'qitib, taxtga chiqqan bo'lsa-mu, bu tumarni hech kimning bo'ynidan topolmagan edi. Uning o'rdidan qochgan kichik shahzodani izlashimi ana shuningdan edi. Jallodlar shahzodaning beshini keldi, lekin tumar yo'qolgan edi. Uni oldimga kiringlar", dedi shoh. Lashkarlar Süpürgeni shohning oldiga kirgizish oldida uning yollarini aqtirib ko'rmoqchi bo'lishgan edi. Süpürge yo'l qo'ymadi. "Yanimda faqat shohning o'zini ko'rishga tegishli bo'lgan maxfiyatlik bor", dedi u. "Hech kimning yaqinlashishiga yo'l qo'ymayman." Shoh bu xabarni anglab, uni yenini aqtirmay yetkazib kelishga buyurdi. Lashkarlar Süpürgeni
fontanlıq bağının içideki bir qancha şepanlarning qechidan o'tkazib, qandaqdir ichkari tashqari qo'rallarning agmi yo'llari bilan shoh turgan xos hujraga yetkazib keldi. Süpürge ko'rdiki, uning ko'z oldida aysh ishrat, bozuqchilikdan chiroyi zaiflashgan bir maxluq turardi. Shohning taxtini bezab turgan oltin kumush, yaltirab turgan qimmatlik toshlar ustidagi shohlik to'nini hisob qilmaganda, u odatda shahar ko'chalarida har kuni uchrab turadigan qandaqdir bir mug'ambar, ramchi yoki hongmoqda toliblarga o'xshab ketadi. Hurmatli shohim, deb uning oldiga tiz cho'kdi Süpürge. Men ne vatanimning, ne uy makonimning tayini yo'q. Shahar kezib yuradigan bir sayoq. Xudo yo'lida hammaga xolis xizmat qilguvchi, hamma shohlarni o'xshash izzatlig'icha bir jahon kezdiman. Gapingni qisqaroq qil, deb uning so'zini bo'ldi Shoh. Janobingizning o'zigila, faqat o'zingizga aytishga tegishli bir sir bor edi. Mana jafo chekib, shuncha yiroqlardan shu ish uchun huzuringizga kelib o'ltiribdiman. Aqani, ey. Lekin deb Süpürge atrofiga qaradi. Sizlar chiqib turinglar, deb Shoh hujra ichidagi barliq xodimlarni chiqarib etdi. Uy ichida Shoh bilan Süpürge qoldi. Oradan qanchalik vaqt o'tganligi esimda yo'q, deb hikoya qildi Süpürge. Bir kuni notunish bir yezining yenidan eshikimni minib o'tib ketayotdim. Yezining yuqorisidagi ko'rik beshiga bir to'p odamning o'lishib olganligini ko'rib qoldim. Mendek jahon kezdilar, qayerga odam o'lashgan bo'lsa, shu yerga berib qiziqchilik ko'rishga xushtor bo'ladi. Darhol eshikimning beshini shu tarafga burdim. Berib qarasam, to'pning o'ttirsida bir narsidning jasadi yetibdi. Jasadning beshini kimlardir kesib aketibdi. Odamlar hayron bo'lishib, bu ishning sababi ustida g'ulg'ul qilishib yetibdi. Shu chog'da yerda to'pig'i minib yotgan bir qop-qora narsaga ko'zim tushdi. Qo'lim kelib qarasam, bir tumor. Tumarni qo'ynimga soldimda ketib qoldim. Xoliroq bir joyga yetib berib, bu nima xosiyat tutilgan tumarkan deb qiziqib, tumarni echib o'qidim. Uningga yozilgan so'zlarni aqlsiz kallamni bo'lishigacha ishq solib, uzoq vaqt mulohiza qildim va oxirida bu tumarning janobiylarga taalluq ekanligiga ishonib, yiroq yo'llarni besib, huzurlarga yetkazib keldim. Tumar qani? dedi taqatsizlangan Shoh. Tumar mana. Süpürge qo'ynidan tumarni elib, Shohga ikki qo'llab sundi. Shoh tumarni olmoq bo'lib oldiga yengishi bilan uni kuch bilan bir tartibla taxtdan tuvanga so'rab tushdi-da, uning bo'g'ziga xanjar urdi. Mana bu beg'amli shaharda begunoh qirilgan fuqarolar uchun, dedi u. Ikkinchi pichoqni urib, bu erlardan ayrilgan mazlumlar uchun, dedi u. Uchinchi pichoq bilan Süpürge Shohning qornini cho'vib tashladi. Mana bu gunohsiz o'lgan narsidlar uchun, dedi u. Shohning beshi bir tarafga qiyshayib, ko'zi Süpürgega tikilgunicha qetib qoldi. Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Mamtimin Hoshurning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Qum bosgan shahar nomli romanini bugun mushargacha anglatdik.